Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mush Xitoydan tarqagan Wuhan o'pka yallig'i yoki COVID-19 kasalininki navbatdagi ahvol to'g'risida ba'zi yangi uchurlarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Hammanglarning diqqat qilib anglashini umid qilaman. Hammalarning xabari bo'lgandagidek, bu vabo Xitoy chegarasidan halqib, butun dunyo miqyosida tez tarqalishga boshlagandan keyin, dunyoning har qaysi davlatlarida bu vaboga qarshi o'xshamagan tadbirlarni ilib, insonlarninki safarga chiqishini, keng doirada faoliyat ilib berishni cheklab, nurg'un tijorat o'rinlarini taqab, ish to'xtatib, insonlarni uyda o'ltirishga tavsiya qilgan. Uningdan keyingi 2,5 oy mezgil ichida ba'zi davlatlarda ilgari oxiri bo'lib, bu vaboga qarshi ilingan tadbirlarni oz to'la bo'shatgan va ishlab chiqarishni belgilik asliga keltirgan bo'lsa-mu, yana bir qism davlatlarda texa ishlab chiqarish to'liq asliga kelgani yo'q. Amerikadami bir qism shtat va rayonlarda 5 oyning 15 kunidan e'tiboran ishlab chiqarishni va tijoratni qisman asliga keltirgan bo'lsa-mu, yana ba'zi shtatlarda to'liq asliga kelgani yo'q. Men yashayotgan bu Nyu-York shahridami bir qism tijoratlarni 5 oyning 15 kunidan e'tiboran qaytadan boshlagan bo'lsa-mu, lekin nurg'un o'rinlarda ishlab chiqarish yana texa asliga kelgani yo'q. Bir qism o'rinlarninki әтә dushanba kunisi 6 oyning 1 kunidan boshlab asli keldiganligi, yana boshqalarninki kelar dushanba, ya'ni 6 oyning 8 kunisi asli keldiganligi ma'lum. Amerikaninki boshqa shtatlardami o'xshamagan tadbirlarni ilib, ba'zilari 5 oyning boshlaridan boshlab ichayotgan bo'lsa, ba'zilari 5 oyning 15 kunidan boshlab ichayotgan, ba'zilari yanala o'xshashla yuqorida men deb o'tgandek taqoq holatda. Yevropaga kelsak, Yevropada bu kasal xili yaxshi kontrol qilgan bo'lib, Yevropaning ko'pincha davlatlarida bu kasalga qarshi ilingan jiddiy tadbirlar asta-asta bo'shatilmoqda. Ammo burun tarqalish ancha ig'ir bo'lmagan bir qism davlatlarda bo'lib, Latin Amerikasi, Afrika qatorliq davlatlarda bu vaboning tarqalishi yanada jiddiy holatda bo'lmoqda. Chunki bu davlatlarda boshqa davlat, ya'ni Yevropalarda tadbir ilingan vaqtida unchalik qattiq tadbir ilinmagan. Shu sababdan hozir boshqa davlatlarda bu kontrol qilishga boshlagandan keyin bu davlatlarda aksincha tez ko'payyotdi. Men tövanda bu haqda qisqacha to'xtalib o'tmoqchi. Bu grafikni ko'ryapmiz. Shu men yashayotgan Nyu-York shtatidagi shu 3-oyning 12 kunisidan boshlab 5-oyning 30 kuniga bo'lgan 2,5 oydan ortiq vaqt ichidagi shu vaboninki kundalik ko'payish soni bo'lib, bu grafikni ko'ryapmizdagidek 3-oyninki o'ttirlarda, ya'ni Nyu-York shtati taqilishdan burun kundalik ko'payayotgan son 1000dan tuvan bo'lgan bo'lsa, 2,5 oylik ish to'xtatish va tirishchanlikdan keyin hozir bu kundalik ko'payayotgan son 1000 atrofiga tushdi. Shu sababdan Nyu-York shtatida bir qism o'rinlar 5-oyninki 15 kunisi ishlab chiqarishni asliga keltirgan bo'lsa, bir qismlarimiz ya'ni 6-oyning 1-kunisi asliga keltirmoqchi, lekin Nyu-York shtatida umumyuzlik asliga keltirishni aslidagi plandan bir hafta kechiktirib 6-oyning 8-kuniga kechiktirganligi ma'lum. Albatta bundaq deganlik bu Nyu-York shtatida hayot shu vabodan burunqi holga keladi deganlik emas. Yanala
bu vabaga qarshi tadbirlar elinadigan gap, insonlarninki ko'p to'plashishi yanada cheklanadigan gap. Anandan keyin maktab to'qqizinchi oygacha ichilmaydi. Albatta to'qqizinchi oydan keyin ichilmasligi shu vaqtda kelganda qaror berildiganligi ma'lum. Hozir faqatla shu vaboga qarshi tadbirlar ilingan holda shu ishlab chiqarishni bora-bora asliga keltirish bo'ladi. Bu shu Nyu-Yorkdagi ahvol bo'lib, hamda Amerikada o'xshamagan shtatlarning ahvolida biroz farq cho'ng. Men buni keyingi nimalarimda so'zlab o'tmoqchi. Yuqorqisi Nyu-Yorkninki ahvoli bo'lib, uningda ko'rganimizdagidek, bu kasalning tarqalish ahvoli ko'z ko'rinarli darajada tövalligan bo'lsa-mu, lekin Amerikaning umumyuzlik ahvolida bundaq ko'z ko'rinarli darajada tövallash yo'q. Yana kuniga bu kasal bilan yuqumlanganlarning soni 20-25 mingdan ko'payib mangmoqda. Bunun bundaq bo'lishning asosli sababi Amerikadagi o'xshamagan shtatlardagi ilib berilgan, ya'ni yurgizilgan bu vaboga qarshi yurgizilgan siyosatlarninki o'xshamasligi, burun ig'ir bo'lgan shtatlarda yaxshi tadbir ilinganligi uchun uninki kontrol bo'lganligi, anandan keyin burun ig'ir bo'lmagan shtatlarda va yoki ba'zi tadbirni yetarli olmagan shtatlarda hozir qaytadan yana ko'payayotganligi uchun Amerikaning umumyuzlik ahvolida ko'z ko'rinarli darajada yaxshilanish bo'g'ini yo'q deb qarashga bo'ldi. Bu grafikda ko'rayotganimizdagidek. Şuna Amerikadaki o'xshamagan shtatlarninki ahvolida farqlar nihoyatda cho'ng. Bu grafikda ko'rayotganimiz shu Kaliforniya shtatidagi bu vaboninki kundalik ko'payish ahvoli bo'lib, bu grafikda ko'rayotgandagidek Kaliforniyada bu vaboninki tarqalish ahvoli kontrol bo'lgani yo'q. Yanada kunda 3000 dan ko'paymoqda. Bu ahvol hamda asosliqi shu Kaliforniyaniki bu vaboga qarshi ilingan tadbirninki yetarli bo'lmasligi, ya'ni insonlarninki hukumat tavsiya qilgan shu qoida-usullarga yetarlik diqqat qilmaslikdan Kaliforniyadagi bu kasallikning tarqalish ahvoli teqichilak ko'z ko'rinarli darajada kontrol bo'lgani yo'q. Teksasdaki ahvolmi o'xshash. Teksasni 5 oyning 1-kunisidan boshlab burun ilingan tadbirlarni bo'shashtirilganligi uchun bu Teksasdagi kasallikni kontrol qilish ahvolimi ko'z ko'rinarli darajada bo'lmagan. Bu grafikda ko'rayotganimizdek hozirmi Teksasda kundalik ko'payayotgan son ya'ni 1000 dan oshgan, ya'ni eng yuqorqi holatga nisbatan hech qanday ko'z ko'rinarli darajada yaxshilanish bo'lmagan. Hamda yuqoridagilar Amerikaning ahvoli ekan, undaqda bu butun dunyoning ahvoli qandoq degan vaqtida bu grafikda ko'rayotganimizdagidek bu butun dunyo miqyosidagi bu vaboninki ko'payish ahvoli yanada jiddiy. Yana ba'zi davlatlarda bo'lib Yevropalarda kontrol qilingani bilan boshqa davlatlarda kontrol bo'lmaganligi uchun bu vaboninki umumyuzlik ahvolida bir yaxshilanish bo'lgani yo'q. Yanada kuniga bu vabo butun dunyo miqyosida 120 ming bilan 125 ming atrofida ko'paymoqda.
Hemen yuqoridami ta'kidlab o'tganimizdek, bu vaba garchi Yevropada biroz kontrol bo'lgan bo'lsa-mu, biroq bu Latin Amerikasi bilan Afrikada, anandan keyin Osiyodagi bir qism davlatlarda texi kontrol bo'lmaganligi uchun yuqorida biz grafik ko'rayotganimizdagidek butun dunyo miqyosida bu vabaniki ko'payishi yanada o'xshash burunqi holatda ko'paymoqda. Bu grafikda ko'rayotganimiz Braziliyadagi bu kasallikning ko'payish ahvoli bo'lib, grafikda ko'rsatilgandagidek bu 2-3 oylarda Braziliyada bu kasallikning ko'payish ahvoli nihoyatda tuvan bo'lgan bo'lsa-mu, biroq 5-oyga kirgan vaqtida bu kasal nihoyatda tez suratda ko'payishga boshlagan. Hozir Braziliyada kuniga bu vaboga yuqumlanuvchilarning soni 30 mingdan ko'paymoqda. Bu grafik ko'rayotganimizmi yana shu Latin Amerikasi yana bir davlat Peru bo'lib, bu davlatdami 2-3 oylarda asosan tez ko'p bo'lmasimi bu vabo bilan yuqumlanuvchilar, biroq 5-oyga kirgandan keyin bu vabo tez suratda ko'paymoqda. Hozir mush kundalik ko'payayotgan son taxminan 5 ming bilan 7 ming orasida bo'lmoqda. Bu ko'rayotganimiz shu dunyoda nüfusi Xitoydan qolsa eng ko'p bo'lgan Hindistonningki kundalik ko'payish ahvoli bo'lib, Hindistondami garchi 2-3 oylarda uncha ko'paymagan bo'lsa-mu, biroq bu 5-oyga kirgandan keyin bu vabo tez suratda ko'payib, hozir kuniga 7,5 mingdan ko'payib bormoqda. Bu Hindistonning bu ahvoli bizga bir yaxshi bir ahvoldan signal bermaydi, chunki Hindiston nüfusi eng ko'p davlatlarning birisi bo'lib, bu Hindistondagi bu ahvolningki yana kelgusida bu vaboning butun dunyo miqyosida kontrol bo'lishiga nihoyatda cho'ng bir to'salg'u bo'ladiganligidan derak berdi, chunki Hindistonliklarning nüfusi nihoyatda ko'p bo'lgandan sirt, Hindistonliklarningki tashqi dunyodagi aloqasi kuchli bo'lganligi uchun dunyoning boshqa davlatlarida bu kasal kontrol bo'lsa, Hindistonda kontrol bo'lmasimi, yana o'xshashlar kontrol bo'lishiga ta'sir ko'rsatdi degan gap. Bu bular shu Hindiston, anandan keyin Pokiston, Bengal degandek 3 davlatda bu vaboninki yaqinqi ahvoli bizga nihoyatda bir kelgusi bu kasallikni kontrol qilishninki ta'sirligidan signal bermoqda. Bu Osiyodagi yana bir davlat Qatarninki kundalik bu vabo bilan kundalik ko'payganlarning soni bo'lib, bu grafik ko'rganimizdagidek 2-3 oylarda Qatarda bu vabo ancha ko'p bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin 5-oyga kirgandan keyin bu vabo tez ko'payishga boshlagan. Bu South Afrikadagi bu vaboninki kundalik ko'payish ahvoli men yuqorida deb o'tgandagidek, shu Latin Amerikasi bilan Afrika bu vaboninki hozir tez suratda ko'payayotgan 2 qit'a bo'lib, bu grafik ko'rayotganimiz shu South Afrikadagi kundalik ko'payish ahvoli. Yana bu grafik ko'rgandagidek 2-3 oylarda bu vabo South Afrikada, ya'ni Janubiy Afrikada uncha tez ko'paymagan bo'lsa-mu, lekin 5-oyga kirgandan keyin bu vabo Janubiy Afrikada tez suratda ko'paymoqda. Hozirgi ko'payayotgan son yana kuniga 1500 dan ishib bormoqda. Endi yuqorida men deb o'tdim, shu Yevropada bu vaboninki tarqalishi boshqa qit'alarga nisbatan ko'zga ko'rinarli darajada kontrol qilingan bo'lib,
ularning ichida hamda Yevropaga tava davlatlar ichida Rossiyaningki ahvoli biroz ig'ir. Hammamiz bilgandagidek Rossiyadami 2-3 oylarda bu kasal qattiq kontrol qilingan bo'lsa-mu, lekin shu 5-oyga kirgandan keyin tiz tarqagan. Bu grafik ko'rayotganimizdek hozir hamda bu ko'payish tizligi biroz kontrol bo'lgan bo'lsa-mu, lekin kuniga yana 7-8 mingdan ko'payib bormoqda. Bu hamda Rossiyaning ahvoli Yevropadagi davlatlar ichida biroz ig'ir hisoblanadi. Bu ko'rayotganimiz Yevropada bu vabo eng ig'ir tarqalgan Italiyaninki hozirgi shu kundalik ko'payish soni bo'lib, shu grafik ko'rayotganimizdek bu Italiyada 2-oyninki oxirlaridan boshlab tiz ko'payishga boshlagan 3-oyda ya'ni eng yuqori pallaga yetgan kuniga 5 mingdan ko'paygan. Hozir qaraydigan bo'lsak, bu ko'payish soni asosan 6-700 atrofida bo'lib, bu Italiya bu vaboni hozir hamda ko'z ko'rinarlik darajada kontrol qilgan hisoblanadi. Ya'ni shu sababdan Italiyada ayni vaqtida ilib berilgan nurg'unlagan jiddiy tadbirlar xilli bo'shab insonlarningki hayoti barbara normallashishga boshlamoqda hozir. Yuqorqilar shu vaboninki hozir dunyo miqyosidagi tarqalish ahvoli yuqorida ko'rayotganimizdek bu vabo garchi bir qism davlatlarda kontrol bo'lgan bo'lsa-mu, biroq yana bir boshqa davlatlarda yanada o'xshashlar tiz tarqamoqda. Endi bu vabo agarda butun dunyo miqyosida tang kontrol bo'lmasa, ya'ni ba'zi davlatlarda kontrol bo'lib, ba'zi davlatlarda kontrol bo'lmasa, ayni vaqtida Xitoydan qanday tarqagan bo'lsa, kelgusidami yana shu yo'sinda shu kontrol bo'lmagan davlatlardan kontrol bo'lgan davlatlarga yana qaytadan kengayishi mumkin. Shu sababdan bu vaboninki bir qism davlatlarda kontrol bo'lishi hargiz kontrol bo'lgan hisoblanmaydi. Shunglashqa biz bu vaboga nisbatan sezgurligimizni tövallatmasligimiz, ya'ni oladigan tadbirlarni uzluksiz ilib turishimiz kerak. Shunga men qarindoshlarga tövendeki bir nechta taraflardan tavsiya qilmoqchi. Birinchisi xabardor bo'lib turish. Ya'ni bu vaboniki hozirgi tarqalish ahvoli, o'zgarish ahvoli, taraqqiyot ahvolidan har zaman xabardor bo'lib turish, andan keyin har zaman tadbirlik bo'lish. Ya'ni bizda kontrol bo'ldi deb o'zimizningki sezgurligini tövallatmasligimiz, har zaman tadbirlik bo'lishimiz kerak. Uchinchisi jiddiylashmaslik kerak. Chunki jiddiylashishning o'zi hech qanday ishni hal qilmaydi. Faqatla bu vabodan xabardor bo'lish, tadbirlik bo'lish. Biroq jiddiylashmaslik. Andan keyin to'rtinchisi shu reallikqa yuzlanish. Ya'ni bu vaboninki bir mezgil biz bilan billa parallel mangdiganligi, uninki qisqa vaqt ichida tugab ketmaydiganligini qabul qilishimiz va reallikqa yuzlanishimiz kerak. Beshinchisi vahim paydo qilmasligimiz kerak. O'zimizga vahim paydo qiladigan har xil qo'rqinchli uchurlarni taqitib, unidan xuddi zamon oxir bo'lgandagidek hammamiz o'lab ketadigandeklar, undaq bir vahima paydo qilishninki hech qanday ahamiyati yo'q. Men shunga shu vahim paydo qiladigan uchurlarni ko'p tarqatmasliklarni umid qilaman. Eng oxirida shu umidvorlik bilan normal hayotimizni davom qilish. Ya'ni men burunqi leksiyalarimdami ta'kidlab o'tgandagidek, shu badan chiniqtirish, sog'lom oziqlanish, quyoshga qoqilnish degandagidek shu normal hayotimizni davom qilish, ya'ni umidimizni yo'qotmasligimiz kerak. Bugun leksiyani shu yerda oxirlashtirmoqchi.
Hammanglarninki diqqat bilib anglaganga ko'pdan ko'p rahmat. Eee, Men buningdan keyin yana yangi uchurlarga erishsam, sizlarni vaqti-vaqtida xabardor qilib turman. Buguncha mishada to'xtatmoqchi. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Keyin qitim ko'rishayli.